Bu soatdan boshlab biz filtr haqida to'xtalib o'tamiz. Filtr ya'ni süzgichmi deb qo'yamiz. Bu zot nima degan chog'da amaliyotda bir unum paydo qilish buyruqlari. Biz mana shu tizimli stolning ichidan filtrning ichiga qaragan chog'imizda nurg'unlagan turlarning borligini, uning ustiga uch burchakni assak, uning tarkibi ostida nurg'un balo hujjatlarning borligini his qila olamiz. Ammo shularning hammasi bizga berilgan bir xil unum, oldin belgilab qo'ygan unumlar. Bularning har qaysilarining parametrini o'zgartirish orqali o'xshamagan uslublarga erisha olamiz. Masalan, men buni texnik yaxshi tushunish uchun bu rasmni oldin olib bir ko'paytirib olay. Ctrl bilan Z ni bosib, bir nusxalab olgandan keyin men shu nusxalab olgan ustida qolgan birsini ilib boqay. Masalan, bu yerda men qaysini qilsam bo'ladi? Mayli, qolgan birini qilib boqay. Masalan, men bu yerda to'lqin deydi. To'lqin degan qanchada bir yangidan ko'znak ochildi. Ham bularning o'xshamagan masalan tang shaklari bor ekanda, shakllar bo'lgan chog'da men bu yerdan ko'ra olaman. Ko'rgan chog'imizda buni shakl o'zgartirish usullarini masalan men bak cho'ng qilsam, ba'zilari holatbek o'zgarib ketadi ekan. Men yoki to'lqinsimon holatlarni ma'lum tangsam bo'ladi. O'zimning holatida shu ahvolga qarab turib tangsam. Masalan, buni mana 4 burchak holatdimi, 3 burchak holatdimi yoki shu kvadrat holatdimi deganda shakllar orqali tangsam bo'laverdi. Masalan, bularni tangshash orqali o'xshamagan unumga erishdim. Eng oxir bo'lgandan keyin men buni jazmlashtirdim. Qarasam bu butunlay rasm asliga rasm o'xshamadi. Men buni kvadrat shaklda qolqim uchun har qancha yerlar bilan o'zgarish bo'lib qoldi. Mana bu dastlabki o'zgartgan rasm, bu asldagi rasm. Mana bu nima degan chog'da unum. Shu filtr usulidan foydalanib turib biz yangi unum paydo qildik degan gap. Men yana masalan buni yana bir ko'paytirib olay. Ctrl bilan Z dan buni ko'paytirib, men buningga boshqa usullarni berib qo'yay. Masalan, buningga g'uvolashtirish deydi. Men masalan harakatchan g'uvolashtirish degan berib qo'yay. Buning darajasini, yo'nalishini belgilayman. Masalan, men buning yo'nalishini shu o'ngdan solga yoki shu 0 gradus atrofida berib turib, lekin buning darajasini tangshay, orliq darajalarini tangshay. Bak cho'ng bo'lib ketsa, buni qanchada xuddi titrab ketganda yoki harakat midrayotgan rasmni tortayotgandek bir xil unum paydo bo'ladi. Mana shunga asosan o'xshamagan unumlarga erisha olamiz degan gap. Unum hosil bo'lgandan keyin unum rasm bu aslidagi rasm. Mana shunaqa har xillari bor. O'zimiz ahvolga qarab tangsak bo'ldi. Masalan, men yana birini ko'paytirib olay. Bu ustidagini o'chirib yetib turib, men buningga boshqa unumlarni berib qo'yay. Masalan, bu yer ochgan joyimizda bizningki unum ambre deydi. Yana o'zi filtr ambre deydi. Men ochgan joyimda har xil masalan uslublashtirish. Men buni chekib baksam, butunlay yangi bir uslub chiqdi-da bu. Ammo ostida masalan boshqacha qalam shaklida deydi. Sızma rasmdek chiqdi. Bundan boshqa bo'yoq rasm bo'ygandek, ammo chechib sızgan rasmlarga o'xshash har xil shakllar chiqadi. Mishlar qarab turib o'zingiz ahvolga qilsangiz bo'ldi. Buni o'ng tarafda yana shu kontrol taxtalari bor. Masalan, mishlarni o'zgartirish orqali mishlarga biz shaklni o'zgartira olamiz. Masalan, men musholatni yaxshi ko'rganimda bunda tangsam bo'ladi. Qolgan holatda masalan qaysi bo'lgan bo'lsa, shuni qilsak bo'ladi. Bunchalik bo'lgandan keyin boshqalarni aynak simon deydi. Xuddi bir aynak badek tuyg'un beryotidi. Mishlarni ma'lum darajada tangshash orqali biz zot yetmoqchi bo'lgan unumga yaqinlashgan chog'da qilsak bo'ldi. Mana bu shakllari masalan ma'lum 4 burchak holatdagi aynakning shakli deydi. Undan boshqa ma'lum rasm holatdagi qum qog'oz altidagi boshqa holatdagilarni o'zimizning ahvolga qarab tanglasak bo'laverdi. Mana bu filtr. Filtrning amaliyotda foydalansangiz ajoyib mo'l mazmunli rasmlarni paydo qila olamiz. Biz buni keyingi soatlarda o'xshamagan bir amaliy mashq ishlash orqali texnik yaxshi tushunamiz. Hozir umumiy soatni tushunib chiqarsangiz, lekin o'zingiz sinab ishlab baksangiz bo'laverdi. Men masalan bu filtrni zot bir nimalarga ishlatalayman. Hozir biz rasm qilib ishlatdik, rasmlar ishlatdik. Bundan boshqa biz yana nimalar ishlatalaymiz degan chog'da, masalan biz buni tonal orqali ishlasak ham bo'laverdi. O'xshamagan tonallar, o'xshamagan bo'ldi. Masalan, men bu yerda qizil rangli tonalni yoki yashil rangli tonalni qilib bo'ldim. Men shu tonallarga unum kirgizay. Unum kirgizgandek asli rasmda yana o'xshamagan bir shakl paydo bo'ldi.
Masalan, men buningga qanday qilay? Masalan, shu amberdan ham biz bunday qilsak bo'ladi. Shu tonini tanlab bo'lgandan keyin ba'zilari hozir kulrang holatda ishlatgan olmaydi degan gap. Lekin yana nurg'unlagan ishlatalaymiz. Men bu yerda ambardan foydalanib turib, ma'lum birsini ishlatib boqay. Masalan, men bu holatni ishlatdim. Andan keyin men buni jazmlashtirib boqay. Jazmlashtirib bo'lib, andan keyin men buni aksini tanlasam bo'ldi. Masalan, rasmning ichidan tangshashning ichidan qarshısini tanlash deydi. Men bu holatni tanlab bo'lgandan keyin endi aslidagi rasmga kirib boqay. Aslidagi rasm qarasak butunlay yangi bir uslub. Ham buni tonolga ta'sir qilish orqali biz rasmni o'zgarishini oldik. Demak, nima degan chog'da biz bu filtrni faqat rasmlar emas, ya'ni tonollarga ishlatalaymiz. Undan boshqa yana nima ishlatalaymiz degan chog'da, masalan, men buni yana bir nusxa ko'paytirib olay. Undan keyin bu maska qavatiga ta'sir qila olamiz. Yani buni texim yaxshi tushunish uchun maska qavatini ustiga men xolgan bir yangi batdan bir yamlasa shakl qavatida men bir o'zgacha bir shakl tanlab olay. Ben bunun ichidan men xolgan bir shakl tanlab olsam bo'ldi. Yoki agar shakllar oz bo'lib qolsa, bu yerda hammani kirgizman deb orqaga kirgizish deganni qilsak ham bo'ladi. Endi xilma-xil shakllar bor. Men bu shakllardan o'zim yoqtirdim degan bir shaklni tanlab vaqtincha ishlatib turay. Masalan, men bu yerda bir holatni kirgizdim. Ama bu ijrosam bu holat keldi. Kelib bo'lgandan keyin men bu holatni rangini o'zgartirib olay. Rangini masalan yeşil rangda bergan bo'lsam, endi ustidagi rasmga masalan maska qavatidan tez suratda bir maskaladim. Maskalab bo'lgandan keyin oq bo'lgan rayonga men xohlagancha masalan rasm qalamidan foydalanib turib, ozroq yumshoq holat bo'lgandan doirasini cho'ngaytirib turib, texim cho'ngaytay. Men darajada to'ngiltib hozir men shu nuqtani qora holat ekab bo'lgandan keyin o'chiraytay. Bu nima degan chog'da men hozir rasm qavatining maskalagan qavatiga ta'sir qildim. Endi men maskalagan qavatini ya'ni shaklni o'zgartirish orqali yangi unumga erishmoqchi. Biz hozir maqsad shu maska qavatini filtrligini bo'lamdi, umumda. Filtrning ichida men xolgan bir qilay, masalan, piksellashtirish deganni tanlab turib, men shunday chekitali ekilish deganni qilib boqay. Men buni hozir ko'rib boqsam bo'ldi. Musholat keldim, cho'ng kichiklikni o'zim nisbatan qilsam bo'ldi. Agar musholatni yaxshi ko'rgan bo'lsa, men musholatni qilib qo'yib turib, vaqtincha jazmlashtiraylik. Endi qarasangiz, bu holatninki boshqacha ekanligi. Men bu yerdan ba'zilarini o'chirib o'tay. Nima degan chog'da biz filtrlarni maska qavatini ishlatalaymiz deymiz. Bundan boshqa biz xat qavatligimi ishlatamiz degan chog'da biz diqqat qilib boqsak bo'ladi. Endi biz Bidenga haqqi nurg'un rasmlarni paydo qildik. Lekin bir narsaga diqqat qilsak, masalan, men bu rasmga yangidan bir filtr olib ishlatdim deylik. Masalan, xolgan bir shaklni o'zgartirish deganni ishlatdim deylik. Buning men bu shaklni o'zgartirib bo'lgandan keyin mushal ekalgan bo'lsam, ham biz diqqat qilsak, buni biz aslo ekemoqchi bo'lsak qanday qilamiz degan chog'da bu aslo ekilish mumkin emas. Chunki biz allaqachon rasm qavatiga bevosita qilib bo'ldik. Shunga bu buzg'unchilik xarakterdagi filtrlash bo'ldi. Biz buni har vaqt takrorlashga muhtoj bo'lib qolsa qanday qilamiz degan chog'da men buni bir qadam keyin chekinib turay. Men buni o'ng tarafini chekib turib, undan keyin men buni aqliy idrokli obyektga aylantirib olay. Undan keyin men buningga qaytadan filtrlasam bo'ladi. Masalan, men o'xshashlar uning ichidan to'lqinsimon holatni o'zgartgan bo'lsam, yoki men buni boshqa holatni o'zgartirib olib jazmlashtirdim. Jazmlashtirsam bu hozir rasmning shakli o'zgardi. Endi biz nima farqi bor degan chog'da biz diqqat qilsak bo'ladi. Bu aqliy idrokli obyektning ostida yangidan bir oq hujjat paydo bo'ldi. Men buning ko'zni o'chiritish orqali aslilik hujjat eklay olaman yoki buningga yana boshqa filtrlarni davomli qo'sha olaman. Masalan, men buning asosida yana shaklni o'zgartirish degan manchidan bunda to'lqinsimon mundaq bir holatni eklagan bo'lsam, masalan, men nisbatan tanishib bo'lgandan keyin qarasak, buning ostida paydo bo'ldi degan gap. Men xolgan bir o'zgartira olaman, ocha olaman, ko'zni o'chirish ipish orqali mush unumlarga erisha olaman degan gap. Shunga bu intayin muhim aqliy idroklik shu holat ekilish, ham biz amaliyotda nurg'unlagan narsalarni ishlagan chog'imizda shu aqliy idroklik obyektga aylantirib ishlasak, buning unumi intayin yaxshi bo'ladi. Endi men bu yerga bir xat yozay. Biz bayni hisob qildik,
tonulga, maska qavitiga, aqliy idrok obyektlarga filtrlash usulini qo'llansak bo'ladi ekan. Hamda xat qavitiga, xatlarga qo'llangan bo'lamdi degancha sanab boqayli. Ben tezroq Photoshop deb bir xat yozdim. Hamda mushu qavatni tanlab turib, buni filtrlab boqay. Filtrni ustida oldim. Qarag'ancha bo'ladigan o'xshaydi. Va endi buningdan xalgan birisini masalan shamol uchirush deydi. Lekin bir ko'znak chiqib qoldi. Buni endi degan chaqda xatni cho'qim siz setkilab bo'ling. Undan keyin biz mana unum bera olamiz deydi. Bu nima degan gap degan chaqda men bu yerda rasmni o'ng tarafini bosgan chaqimda xatni setkilash deb bir gap bor. Bu nima degan gap degan chaqda rasmni odatdagi rasmga, xatni odatdagi rasmga aylantirish. Odatdagi rasm qavatiga aylantirish. Masalan, men bu yerda qavatdim. Mana shu qavatgan chaqimda men buni setkilaydi. Setkilayotgan chaqda bu faqat xat emas, rasmga aylanib ketdi. Men buni qayta o'zgartmoqchi bo'lsam, men bu rasmni o'zgartirmayman, xat o'zgartirmayman. Shundan buni keyin chekinib turay. Men buni xatni masalan keyin bir unum berib bo'lgandan keyin xatni o'zgartirgan ishlar olib qoldi. Qanday qilsak bo'ladi degan chaqda buni biz yana aqliy idrokli obyektga aylantiraylik. Endi men buni filtrlab boqay. Masalan, mana shu yerdagi shamol uchirtish deganni chekdim. Men buni oq bo'g'ochqa toz yaxshi ko'rinmabdi. Men ma'lum nisbatan o'sha bo'lgandan keyin jazmlashtirayotay. Andan qarasak, bu xuddi shamol urgandek bir holat shakllandi. Agar men buni xohlasam, hadni o'zgartiraman. Men shu nimning ichiga kirib turib, qo'sh chekkandan keyin men bu xatning ichiga kirib turib, Photoshop degan xatni xohlagancha o'zgartsam bo'ldi. Masalan, men bu yerga yana bir masalan, xohlagan bir xat uchirib yutib turay, masalan, yoki shu foto deb yozib qo'ygan bo'lay. Yozib qo'ysam bo'ladi. O'sha holatni qo'yib turib, men buni saqlab o'tay. Saqlab o'tgandan keyin asl holatga kelsak, bizning boyqa oltimizni tamamen takrorlash holati o'tdi degan gap. Mana bu aqliy idroklik obyekt aylantirishning foydasi. Endi undan boshqa biz shu vektorlik rasmlarni chizadigan bo'lib qolsak, masalan, bu o'xshash shakllarni chizgan chig'imiz uchun. Men bu rasmni sizda masalan buning shaklini to'ldiray, men masalan tajriba o'zgargan bir rasmni berdim. Aqllarini masalan yeşil rang taxmin qilish uchun ko'k rang oldi berdim. Endi bu holat shaklni to'ldi. Men endi shu hozir vektorlik shakllarni filtrlab olamdi degan chaqirib boqay. Qarag'anim bo'lganlik qildim, lekin o'xshash bir masala. Qanchag'imizda buni setkilang deydi. Qanday qilamiz? Buni agar keyin o'zgartmaydigan shuni bo'lib qolsa, bevosita setkilab jazmlashtirsak bo'laveradi. Bunday bo'lgan chaqda bu odatdagi vektorlik rasmdan odatdagi rasmga aylanib ketadi degan gap. Agar biz buni keyin takrorlaydigan ishlar bo'lib qolgan bo'lsa, biz buni yana o'xshashlar aqliy idroklik obyektga aylantirib o'tib, andan keyin buni xohlagancha filtrlasak bo'laveradi degan gap. Masalan, men yana buningda kuchli shamol degani beray. Bergandan keyin buning yeri uchib ketibdi bu yerga. Agar men bu shamolni uchirmoqchi bo'lsam, asl holatga keldi degan gap. Shamolni qo'yib qo'ysam, yana uchib ketdi degan gap. Mana shu orqali bilalaymiz. Uning ustiga masalan, men yangidan bir shakl chizay. Masalan, chambarsimon bir holatni chizgan bo'lsam, men buni bir akab bo'lgandan keyin, men shunga yana bir muhim narsa filtrni degan chaqda men shunga o'xshashlar yana shamol uchirtay. Men buni aqliy idrok obyekt aylantiryapman. Aylantirib olgandan keyin buningga men davomli shamol beray. Bu joqda kichigini berib turay. Kichigini berib bo'lgandan keyin o'zgardi. Men buning rolini sal kichik bo'lib qolganini bildim. Yana bermoqchi bo'lsam qanday qilma degan chaqda biz filtrni bosgan chig'imizda eng keyin davomlashtirgan filtr uslubimiz eng ustib turdi. Demak, biz kontrol bilan F knopkasini bosgan chig'imizda shu filtrni yana bir qatam takrorlay olamiz. Masalan, hozir davomlilar knopkasidan kontrol bilan F ni bosay, undan keyin yana jazmlashtirib bo'ldi. Bu holat kuchaydi degan gap. Har bir nusxasi ko'rinib turibdi. O'chirib olsam bo'ladi yoki davomli kuchaysam bo'ladi. Agar men kontrol bilan F ni yana bosam, yana davomlashtirsam bo'ldi degan gap. Mush orqali yangi bir uslublarni yarata olamiz degan gap. Endi diqqat qilsak bo'ladi, shu filtr intayin muhim. Siz mush orqali intayin unumlik yoki o'zgacha bir shakllarni asli keltira olasiz, shakllantira olasiz. Biz diqqat qilganimiz bu filtr asosan hammasini ishlata olamiz. Masalan, biz buni
xat shaklini ishlatdik, tonilga ishlatdik, mask qavat ishlatdik, odatli rasm qavat ishlatdik. Lekin siz bu yerda bir ufqu aqliy idroklik obyektga aylantirish. Agar siz mana shuni yaxshi hukmni oydinlashtirib olsangiz, filtrga nisbatan zo'r bir qadamlarni egallab bo'lgan bo'lasiz degan gap.